Yo hammaga salomlar. Bizlar bilan Zazik 767 emas 7. Bizlar bilan ko'plar so'ramagan-ku, so'ramaydi ham-ku. Ko'plar bilmaydigan, O'zbekistonda ko'plar bilmaydi buni qanday qilib pul izlanadi. Mana bunaqa narsalarni yoqishni o'rganamiz. Mana bunaqa narsalarni yoqishni o'rganamiz. Videoning boshida ko'rsatib o'tdim-ku, mayli yana bir marta ko'rsatdim. Uning uchun birinchi o'rinda yonimga kirib olasizlar. Morga o'tib nastroyasiga kirib olasizlar va create'ni bosib olasizlar. Create'ni bosganlaringdan keyin mana shunaqa chiqadi. Mana buni bosib, bu yerdan creations bosiladi. Bunga e'tibor berasizlar, gripdan bu yerdan bunday kirasizlar degan, mana buni bosasizlar degan. Create bandage deb bosasizlar. Mana bunaqa ko'rsatib turibman. Bunday chetini bosib, mana qatga kirib ketdi. Hali boshdan qilamiz. Shoshilyapman deyman. Mana shunga kirasizlar, mana. Keyin qatini bosamiz. Butun bosamiz, конечно. Keyin create badge ni bosamiz. Bu yerda bu boshqa narsa. Mana buni bitta bosamiz. Stages mana shunaqalar chiqadi. Bizda monetizatsiya chiqadi. Pastni bosamiz. Va mana shu yerda shunaqalar chiqadi. Va shu yerdan mana shunaqa anaqa ochiladi. Sizlardan mana shunaqa ekran ochiladi. Mana meniki. Bu yerda menikilar. Qanaqasiga yaratamiz desanglar, create pass. Mana bu create pass. Bosasizlar, nomini qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'ling. Masalan, meniki. Okay, this is Zazik kanaliga obuna bo'ling. Sizlar ham obuna bo'linglar, jigarlarim. 100 ta bo'lishimiz kerak. Bunday mayli. Ish qilib keyin create passni bosamiz. Va qani mana bitta create pass chiqadi. Mana official chiqdi. Endi mana bunisini bosamizmi? Open new tab. Yo'q, bo'lmasdi. Va mana bunga bunday kiramiz, mana buni bosamiz va sales bosamiz ekanda. Mana. Zo'r bilmayman, endi xatolar bo'lib turadi. Bu yerga masalan nechidir o'zingizga xohlagan unaqani qo'yasizlar. Mana save change, priced O'zbekiston. Mana va qo'yildi. Qaranglar, bitta minus qilib qo'yishinglar mumkin. Passive qilasizlar-ku, mana qaranglar. Men hozirgi bilan enable bo'lib turibdi. Mana qaranglar, mana enable bo'lib turibdi. O'shani enable region plus yes enable bosasizlar degan. Mana hammasini enable qilib olasizlar va passive bosib, ya'ni hammasi enable bo'lgandan keyin mana hammasi enable ko'rasizlar. Disable regional prison ni bosasizlar. Yes, disable. Mana hammasi disable. Agar bu enable bo'lib qolib ketadigan bo'lsa, sizlarda nima deydi, donat qilib olmaydi. Sizlar regioninglar to'g'ri kelmaydi deydi. O'shaning uchun o'shani xuddi men o'rgatgandek qilinglar. Endi o'yinga kirib ko'rsatib beraman men sizlarga 100% bo'lganini. Ko'rdinglar, nechtadir nolida buyoqlari bor edi. Endi bu yerga tushamiz degan avtobular. Ko'rasizlar, mana. Mana tang bot olasizlar va sizlarda mana u hozirgi qilganim mana. Aytgancha men bitta kod bo'laman. Menga pixel deb tezsalar. Pixel. Dedan shunaqa. Dedan kod mana bunaqa narsa beradi. Mana ko'rsam qo'shildi. Ko'rishlar mumkin. Bildi. Sizlarda hammasi o'xshadi. Endi sizlar ham Twitterga izlanibdan Roblox ishlashinglar mumkin. Aytgancha bolalar, bundan keyingi video qanaqa bo'lsin, albatta yozib qoldiringlar. Obuna va layklarni kutaman. Hammaga xayr.